Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan to'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyati suv ta'minotini yaxshilash loyihasi doirasida olib borilayotgan ishlar samara bermoqda. Mazkur yirik infratuzilmaviy loyiha natijasida viloyatning qator tuman va shaharlarda aholini toza ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlash imkoniyati yaratildi. Loyiha aslida o'z-o'zidan qurilayotgani yo'q. Inson organizmi uchun minerallarga boy suvning Sariosiyo tumanidagi tog'lar qo'ynidan Termizga keltirilishi katta mablag' va bunyodkorlarning qish faslida sovuq, yoz chillasining issig'ida qancha zahmat u mashaqqatli mehnati evaziga barpo etilmoqda. Yirik loyihada belgilangan bunyodkorlik ishlarini muddatida bajarish uchun bosh pudratchi To'palang HPD Platinum mas'uliyati cheklangan jamiyati quruvchilari 1 trillion 913 milliard so'mlikdan ortiq qurilish montaj ishlarini bajardi. Termiz shahri aholisining toza ichimlik suviga ehtiyojini qoplash uchun Jarqo'rg'on tumanidagi markaziy suv inshootidan sig'imi 10 ming metr kub bo'lgan rezervuar qurildi. Bandixon tumanidan Termiz shahridagi Shimoliy va Manguzar suv olish inshootlarigacha metall quvurlardan 125 o'ndan 1 kilometr magistral tarmoq tortildi. Loyihaning qurilish montaj ishlari boshlangandan buyon bunyodkorlar viloyat hududida 245 o'ndan 9 kilometr masofaga suv tarmoqlarini tortib, 8 ta ichimlik suv saqlash hovuzini barpo etdi. Uning birinchi bosqichida Sariosiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlarining 35 ta mahallasida yashovchi qariyb 135 ming iste'molchi toza ichimlik suvidan bahramand bo'la boshladi. Ikkinchi bosqichning dastlabki qismida Oltinsoy tumanidagi 16 ta mahallada istiqomat qiladigan 44 ming va Bandixon tumanidagi 17 ta mahallada yashovchi 42400 dan ortiq aholining ichimlik suv ta'minoti tubdan o'zgardi. Shuningdek, To'palang asosiy magistral tarmog'idan 200 metr qo'shimcha tarmoq tortilib, Xo'jaypok magistral tarmog'iga ulash orqali Bandixon, Qiziriq, Sherobod, Angor va Muzrobod tumanlarining 69 ta mahallasidagi 193 ming kishining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Endilikda shifobaxsh minerallarga to'yingan zilol suv bilan Termiz shahridagi 29 ta mahallada yashovchi 200 mingga yaqin iste'molchi ham ta'minlandi. Bu loyihaning asoschisi muhtaram prezidentimiz shaxsan o'zlari deb aytsak bo'ladi, sababiki o'zlari shu loyihani tamal toshini qo'yganlar, kelib Surxondaryo viloyatiga 2021-yil tashrif doirasida kelib o'zlari shu ishni tashkillashtirib bosh qosh bo'lganlar. Hozirgi kunda bu ishlar mana prezidentimizning tashabbusi bilan bu ishlar to'liq Termiz shahriga suv kelish topshirig'i bajarildi. Bundan keyingi rejalarimiz viloyatimizning Sherobod, Qiziriq, Muzrobod hamda Angor tumanlariga ham xuddi shu loyiha asosida ishlar davom ettirilyapti hozir. Jarqo'rg'on tumanimizda hozir 10 ming kublik suv inshooti foydalanishga topshirilib, bugungi kunda to'liq suv bilan to'ldirilgan turibdi. Bu asnosida hozir suv o'sha Jarqo'rg'on suv saqlash inshootidan Termiz shahriga suv kelib tushdi bugungi kunda. Loyihaning asosiy natijasi, asosiy yutug'i shundaki, Surxondaryo viloyatining salkam 1 million 700 ming aholisi To'palang suv omboridan toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Bu hammasi loyihalashtirilgan, rejalashtirilgan ishlar asosida amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida ichimlik suvining qattiqlik darajasi 2 baravarga kamaydi. Ichimlik suv tarmog'ida bosim ko'paydi. Loyiha amalga oshirilmasdan avval Oltinsoy, Bandixon, Qiziriq, Sherobod, Angor va Muzrobod tumanlaridagi 251 ming nafar aholiga ichimlik suvi haftasiga 4-6 soat davomida yetkazib berilgan bo'lsa, loyiha ishga tushirilgandan so'ng uzluksiz 24 soat ta'minotga ega bo'ldi. Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlovchi 30 ta inshootdagi 61 quduqlardan foydalanish to'xtatilishiga erishildi. Natijada mazkur quduqlardan suv yetkazib berish uchun yiliga 600 dan 95 million kilovat elektr energiyasi yoki 600 dan 25 milliard so'm iqtisod qilinishiga erishildi. Ko'rilgan choralar natijasida Oltinsoy, Bandixon, Qiziriq, Sherobod, Angor va Muzrobod tumanlari hamda Termiz shahridagi 112 ta mahallasida istiqomat qiluvchi 363.8 ming nafar aholining suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. Xalqning ishonchli vakili sifatida shu xabarni eshitib juda xursandman. Ko'hna va navqiron Termiz shahriga tashkil bo'lgani beri bunday suvni ko'rmagan. Doimiy suvni quduqdan ichgan, yer osti suvidan. Yer osti suvidan suv chiqarish o'zi mashaqqat bu. Mana bugun shunday zamonlar kelib, hurmatli yurtboshimizning To'palang suv omboridan Surxondaryo viloyati tumanlariga, aholisiga suv berish mega loyihasi bu O'rta Osiyoda yagona loyihalardan biri. Ichimlik suv bilan ta'minlash dunyo bo'yicha muammo bo'lib kelyapti. Mana tasavvur qiling, 278 million dollar sarflanib 300 kilometrdan oshiq trassaning qurilishi tasavvur qilsangiz, shundan Qarshi shahrigacha degan gap.
mashinada o'tirsak 5-6 soatda Qarshiga boramiz. Shuncha masofada, shuncha xarajatlarni o'ylamay, xalq uchun prezidentimiz qayg'urib, Surxondaryoni suv sharoitini yaxshilayman deb o'ziga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Kim o'ylabdi, to'palandan shirin suv keladi deb. Bu suv dunyo bo'yicha tarkibi bo'yicha alohida. Shuning uchun aziz do'stlar, shunday yurtga qancha xizmat qilsak ham kam. Janubdagi vohada aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash muhim masalalardan biriga aylangan edi. Yer osti suvlarining pastga cho'kishi, yog'ingarchilikning kamayishi, suvlarning sho'rlanish darajasini oshirgani ham sir emas. To'palang suv ombori suvidan foydalanish loyihasi aynan ana shunday ichimlik suv sifati o'zgargan va shu paytgacha toza ichimlik suv quvurlari yetib bormagan mahallalardagi iste'molchilarni minerallarga serob ob-hayot bilan ta'minlash imkoniyatini yaratdi. Bu g'oya yoshi keksaga birdek quvonch ulashdi. Keyingi 9 yilda muhtaram prezidentimiz rahnamoligida juda katta siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu barcha islohotlar inson qadri uchun, insonga munosib turmush sharoit yaratish uchun amalga oshirilmoqda. Shulardan bittasi mana aholi salomatligini saqlash yo'lida qo'yilgan bitta katta qadam bo'ldi. Surxondaryoda 2021-yildan boshlab to'palang suvini Surxondaryoning 2 millionga yaqin aholiga yetkazib berish ishlari boshlab yuborildi. Bu o'ta sifatli suv, jahon standartlariga javob beradigan suv, minerallarga boy suv. Endi bu suvdan iste'mol qilgan odamlarimizda buyrak toshi kasallari bo'lmaydi, oshqozon ichak kasallari bo'lmaydi va xalqimiz salomatligi yo'liga juda katta hissa qo'shilgan ish bo'ldi bu. Odamzod aytaylik 2-3 hafta taomsiz hayot kechirishi mumkin, lekin 2-3 kundan ziyod suv ichmasdan yursak, u halokatga olib keladi. Shunday ekan, suv bizning organizmimizga, tirik organizmimizga zarur bo'lgan manba hisoblanadi. Mana shu tug'ilayotgan farzandlarimiz 75% suv bilan tug'iladi. Agar barcha ne'matlaringiz bor bo'lib bitta suvga muhtoj bo'lsak, u hayotda shu suvning ahamiyati juda kuchliki, suvni o'rnini bosa olmaydi. Bugungi kelingan mana shu shirin suvni biz hozir iste'mol qilib juda xursand bo'ldik. Prezidentimizga, viloyat hokimligiga, barcha tashkilotlarga biz o'zimiz ayollar sifatida minnatdorchilik bildiraman. Bizning dumirimizda bunday sharoitlar yo'q edi. Ariqlardan suv ichardik. Loyqa suvlarni do'ppalarimizga olib, do'ppalarga tindirib ichgan joylarimiz bo'lgan. Mana bugunga qarang endi bu ekologik toza to'palang suvini 360 kilometrdan Termiz shahriga yetkazdi. Bu tarix doston bu. Biz Allohga hamdlar aytamiz. Prezidentga minnatdorchilik bildiramiz. Ayol, oila, hayot ayoli bilanda. Mana shu ayolga suv kerak, eng birinchi. Alloh bizga shunaqa bir ulug' suvni ato qilgan ekan Surxondaryoyimizga. Mana shu suvni biz nihoyat qadriga yetishimiz kerak. Chunki suv bu ayol uchun har tomonlama kerakli. Ham farzandlarimizga chiroyli ovqat tayyorlaymiz. Ularni kelajagi uchun chiroyli suvlar ichishni o'rgatamiz. Ularni sog'ligi uchun biz kuyinamiz. Qanchalik ularga biz to'g'ri yo'l ko'rsatish bu onaga bog'liq. Shuning uchun onalarga men aytmoqchiman, bunaqa suv keldi Surxondaryoga. Bunaqa ulug' suv keldi. Bu suvni biz qadriga yetishimiz kerak. Biz kir yuvamiz, uy tozalaymiz. Hamma joyda biz suvni qadriga yetib, uni tejashimiz kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, yil boshida viloyatda markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 65 3% ni tashkil etadi. Viloyatdagi 1480 ta ichimlik suv inshootidan 140 tasi, 10431 kilometr ichimlik suv tarmog'idan 2889 kilometri 1970-80-yillarda qurilgani bois rekonstruksiyaga muhtoj bo'lib qolgan. Bu muammoning yechimini topib, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasini oshirish uchun joriy yilning o'tgan davrida 742 5 milliard so'm mablag' o'zlashtirilib, 214 1 kilometr ichimlik, 12 kilometr oqova suv tarmog'i tortildi. Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimidagi 19 ta obyektlarda 2025-yilda qurilish ta'mirlash ishlari olib borish rejalashtirilgan. Bugungi kunda 15 tasi ta'mirlash ishlari yakunlanib, foydalanishga tayyor holatga keltirildi. Sarosiyo tumani Lutfkor mahallasi joylashgan Yangi O'zbekiston massivida yangi qurilib foydalanishga topshirilgan inshoot bugungi kunda aholiga ichimlik suvi yetkazib berishni boshladi. Termiz tuman bo'limida ma'muriy binosida zamonaviy ichimlik suvlari tahlilini
qiladigan laboratoriya, markaziy laboratoriya ishga tushirildi. Markaziy laboratoriyaning asosiy vazifasi ichimlik suvidagi bo'layotgan o'zgarishlarni tahlil qilib borish. Biror joyda murojaat tushadigan bo'lsa, murojaatlar o'rganilib, analizlar, tahlillar olib kelinib, o'sha markazlashgan laboratoriyada tahlil olib borilib, agar suvda o'zgarish bo'ladigan joylar bo'lsa, ushbu kamchiliklarni oldini olish uchun darhol choralar ko'rilib borilmoqda. Bandixon tumani Birdamlik mahallasida mavjud suv quyish shoxobchasi o'rniga zamonaviy aqlli suv quyish shoxobchasi barpo etildi. Bu bilan aholiga maxsus texnikalar yordamida ichimlik suvini tezroq tashib yetkazib berish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 7 ta ichimlik hamda bitta oqova suv inshooti qurilishi yakunlandi. Shuningdek, mahalliy budjet Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati va homiylik mablag'lari hisobidan 338 kilometr ichimlik suv tarmog'i qurildi. 54,5 kilometr tarmoq va 176 ta nasos profilaktik ko'rikdan o'tkazilib, joriy va mukammal ta'mirlandi. Ichimlik suv inshootlariga 83 ta energiya tejamkor nasos o'rnatildi. Barcha mablag'lar hisobidan olib borilgan bu ishlar 145 ta mahalladagi 61,194 nafar iste'molchini ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlab, 174 ta mahalladagi 319,500 nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Natijada viloyat aholisining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi yil boshidagi 65,3% dan 67,4% ga yetkazildi. 2025-yil davomida 40 dan ortiq yakka tartibdagi suv minerallari bo'yalib, bugungi kunda suv yetkazib berish bir maromda olib borilyapti. Kuz-qish mavsumiga 60 dan oshiq suv nasoslari, 5 kilometr quvurlar zaxirasi yaratilib, undan tashqari kichik detallarga e'tibor berildi. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida 18 ta stress santexnikadan iborat ishchi guruhlar tuzilib, kecha-kunduz faoliyat olib borishmoqda. Viloyatda bu ko'rsatkichni yanada oshirib, iste'molchilarning hayotdan rozi bo'lib yashashi, sifatli ichimlik suvidan bahramand bo'lishini ta'minlash yo'lidagi yangilanishlar va to'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyati suv ta'minotini yaxshilash loyihasi doirasidagi ezgu ishlar qizg'in davom etmoqda. Maqsad mamlakatimiz janubida boriga shukur, yo'g'iga qanoat qilib yashashga o'rgangan mehnatkash, samimiy, qalbi daryo insonlar qadrini ulug'lab, ularning munosib turmush kechirishini ta'minlashga, hayot darajasini yanada o'stirishga qaratilgan.